Hammaga assalomu alaykum. Bolalar yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Tak, bolalar bugun 1100 papanim qo'yganman. Mana shu vampirdan hozir ko'tarishga birgalikda harakat qilamiz va kechadagi kuponni bir sizlar bilan to'xtanglar. 375 dan uramiz, chunki boshidan bu o'yin berish mumkin bolalar. Boshidan beraman desa agar mana shu o'yin normal summa berish mumkin. Menga ishoninglar. Qani? Hop. Albatta bolalar, mana shu videoni tagida sizlarning layklarni kutib olaman va kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Chunki voy nechi pul? 4 million 300. Yaxshi, yana bir xil summada ketamiz. Qani oldinda ikkitali x tushishi kerak. Chunki 3x tushib berdi. 3x dan keyin ko'pincha, ya'ni ikkitali x yo 4x yo 5x tushib berish mumkin. Qani? Bervor. Oshiramiz. 525 mingdan uramiz. Bervor. Beradi bolalar, beradi. Men chunki komp sinaganman, mana shu joyda berish mumkin. Nechi pul? 4 million yana. Yana tushiramiz 325 dan. Ay, 130 kamdi. Bu o'yin bolalar shunaqa o'yinki, bu katta summada endi katta summada spin qilayotgan paytlar juda ham katta yutuq berish mumkin. Mana shunaqa o'yinda bu. Shuning uchun men riskovat qilishni juda ham yaxshi ko'raman mana shunaqa o'yinda. Chunki bir marta risk qilganimda yomon summa kelgandi bolalar. 70 nechi million, 72 million menga kelgandi. Mana shu o'yinda 2,5 millionda spin qilganimda. Bu qo'rqmaslik kerak edi. Kirdingizlarmi? Qo'rqmasdan o'ynash kerak. Lekin iloji boricha vaqtga kirmaylar. Chunki bu o'yinlar sizlarni mana ko'ryapsizlar, balon tushib ketganini, bu o'yinlar sizlarni yaxshilikka olib kelmaydi. Tak, oshiramiz. 525 dan yana. Beradi, ishoninglar, beradi. Sami glavni o'zlaringizga ishoninglar. Hop, 3 million 622 ming so'm kam. Ikkitali x kerak bizga. Ikkitali x kerak. Bervor. Kam. Balans o'zi pizdets. Tushib ketdi. Oxirgi 5 ta spinimiz. 1. Nechi pul? 6 million 400 mi? Kam. Debni qaytadi. Voy, ketdi bu bolalar, ketdi bu. Katta simbol berib yuborsa, ketdi bu bolalar, aytdimmi bolalar beradi deb. Voy, Surayyo o'yindan astagina kristalga endi kiramiz. Qani bu yerdan 350 dan spin. Beradi deb o'yin bolalar, beradi deb aytdim u. Xo'p, 525 ming so'm oranjeviy tepadan fioletoviy ishladi. Yana men bu suv deb ichganda mana shu o'ylanaman. Suv deb ichganman. O beradi desam beradi deb bolalar mana shu o'yinlar. Va videoning bolalar oxirida sizlarga qaranglar, hozir mana shu payt sizlarga juda ham kerakli ma'lumotni aytaman. Shuning uchun videoni o'tkazmanglar. Qaranglar bolalar, uje ertaga-indin botni reklama qilishni boshlaymiz. U botni ichida juda ham ko'p narsa bo'ladi. Birinchisi depozitni o'zini bot qilib beradi. Ikkinchisi 10% dan bolalar. Gapni yaxshiroq eshitinglar. 10% dan 20 debman, 35% gacha imенно Xbetda cashback har hafta o'sajlar bo'ladi. Va undan tashqari boshqa bekelarda boshqa endi kontorlardan 10% dan 50% gacha bolalar sizlarga cashback beriladi. 50% gacha. Bunaqasi bolalar hali hech kim qilmagan va qilmaydi ham. 700 dan 5 ta uramiz. 1 2 2x bilan 5x kerak deydi bizada. 5x kerak. Voy, bo'ling. Voy. Bo'ldimi? Bolalar uzr, Wi-Fi o'chib qoldi. Shunga mobilni anaqa berdim. Dostуп berdim. Takshda uzr. 4 million 200 bolalar. 15 million yana qaytadan balans keldi. Nima qilamiz? Yana to'xtinglar, bo'lmasa menday qilib 175 ming so'mdan ozgina uramiz va bir 5 tadan keyin yana summani oshiramiz. Chunki endi kristal shunaqa o'yinki, endi men o'zimni tajribamdan olib kelgan so'zlarni sizga aytaman. 5x dan keyin ko'pincha yana 5x beradi. Imенно mana shu qizil ishlagandan keyin. Hozir mana shuni yana bir marta sinab ko'ramiz. Qani ketdi. 350 dan boshlaymiz bo'lmasa.
0.5x qani 0.3x yana bitta 350 dan qani bo'ldi. Ketdi. 700 dan ketdi. 1 2 2 koeffitsient keldi, mayli. 0.5 yana 0.5. Bu 5x ni berib yuborsang nima bo'ladi? Oshiramiz 1.400 dan 5 ta. Yay, mana shu joyda keldi-de 5x. Bitta kerak edi-de bolalar. Qani, berasan, ishonaman, berasan. Mana bolalar aytdimmi beradi deb, bolalar sizlarga aytdimmi? Mana shu joyda beradi. Choq 9 million 100 ming so'm. 18 million balans. Bolalar tushiramiz. 350 dan bitta fora beramiz va mana yana 175 mingdan qani? Tips 3x yaxshi jallar. 3x berib yubordim mana shu joyda ham zo'r. Tak 87 ming so'm bilan ana endi qiynab o'tiramiz. Isqirtni qiynab o'tiramiz. Bolalar aytdim-ku, mana shu 5x dan keyin ko'pincha mana shu kristalda yana 5x tashlab beradi-de. Endi 6 tami, 7 tami, endi bilmadim nechta spinda, lekin tashlab beradi. Shunda 100% emas, lekin короче, mani riskim bolalar. Iloji boricha вообще qiyin kirmanglar, o'ynamanglar. Chunki bilasizlar, bu o'yinlar sizlar voy yana 5, voy 2x ekan, yana 2x. Yana 2 dona tashib berganda 350 dan 3 ta 1 2 nech pul? 595 ming so'm ekan. 770 ming so'm tepadan tushmadi isqirt. 0.5 tak ishladi. 0.3 tepadan bor 455 faoliyat tashlamaydi. Oxirgisi mayli, yana bitta oxirgisi. Yana bitta oxirgisi 280 ming so'm. 700 dan ushtaveramiz, mayli. Bermasa chiqib ketamiz. Bo'ldi. Atak manga anaqa stop qilsam bo'ladi. Xo'p, yaxshi, 2300 Fialetvi. Voy, isqirt, Fialetvi. Voy. 5x yana 4600 tepadan. Bo'ldi, menga yetadi, bolalar. Bugunda stop, bo'ldi. Основной sizlar bilan bugun normalniy plyusga chiqdik. Kecha kupon amiga kirdi, lekin bugun games o'zini minuslarini bugun oqlab berdi. Tak, astagina chiqamiz, bolalar. Bizga yetadi. Ana endi bolalar sizlarga asosiy narsani ko'rsatib beraman, qanday to'g'ri ro'yxatdan o'tishni va короче, hozir bitta chiqib sizlarga hammasini tushunib beraman. Tak, bolalar qaringlar, ana APKni yuklab oldingizlar, to'g'rimi? Ofitsialniy APKni yuklab oldingizlar, iroda boricha APKni ofitsialniy joylardan, kanallardan emas, o'zini saytlardan yuklab olinglar. APKni yuklab oldingizlarki, qaranglar, registratsiya degan knopkani bosasizlar va bolalar основной joyi qaranglar, po telefonu, po email, через социальные сети kerak emas. Bizga kerakli narsa mana bu один klik bo'ladi, bolalar. Основной mana shu один klik bilan bosasizlar, kirasizlar. Ana endi qaranglar, ro'yxatdan to'g'ri o'tishni sizlarga o'rgatib beraman. Agar O'zbekistonda bo'lsangizlar, albatta O'zbekiston tanlaysizlar va o'zimizning valyutani, ya'ni so'mni tanlaysizlar. Agar Rossiyada bo'lsangizlar, stranani, ya'ni Rossiya qilib valyutani ham o'zini mana shu qaysi davlatda bo'lsangizlar, mana shu valyutani tanlaysizlar. Chunki boshqa davlatda bo'lib so'm bilan o'ynasangizlar, agar sizlarga вообще to'g'ri yutuq bermaydi, chunki men o'zim mana shu narsani sinab ko'rganman. Va bolalar qaranglar, asosiy narsa bonus beradigan joy, bu sizlarga promokod bonus beradi. Boshqalar aytadi, mana promokodi bilan kirsang senga 20 million beradi, free spin 300 ta 500 ta beradi. Bolalar promokoddan beradi, lekin bonus beradigan joy mana bonus degan yozilgan joy asosiy beradi. Shunga bonusni bosasizlar va eng qiziq joyi mana bolalar. Casino va 1x Games degan joyni, mana shu joyni tanlaysizlar. Va albatta bolalar, qaysi kontorada o'ynayotgan bo'lsangizlar, agar mana shu kontorani ofitsialniy rasmiy promokodini kirgizinglar. Va qaranglar, men bugun 1xbetda o'ynadim. 1xbetda originalniy, ya'ni ofitsialniy rasmiy promokodi X10, mana qaranglar, X10 SK. Ya'ni 1x bu degani, 1x kontora degani 10 milliongacha bonus degani e-sport va K-Casino, ya'ni sizlarga sportga ham va kazinoga ham bonus beriladi degani. Va asosiy joyi mana shu promokod bilan sizlarga bolalar mana shu bot 35% gacha bonus, voy bonus debman, uzr, 35% gacha sizlarga cashback beradi.
Tak что bolalar, video sizlarga yoqdi deb umiddaman. Albatta yoqqan bo'lsa, like bo'lsa eslardan chiqmasin va kommentariyaga o'z izohlaringizni yozinglar. Qaysi joyda men xato qildim, qayerda noto'g'ri gapirdim va короче o'z izohlaringizni albatta kommentariyaga yozinglar va tagi kanalimizga obuna bo'lish eslardan chiqmasin. Tak, bo'lmasa sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan aktivist bet kanali bo'ldi. Hammaga omad bolalar.